Assalomu alaykum, qadrli ko'rmanlar. Hammanglarniki Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bu fidoyilar ekranida sungan, taqdim qilgan Qur'ondan nazar programmasidan keyin Qur'ondan bayon degan bu programmani boshladik. Bugun dinlar haqida bayonning ikkinchi qismida yana shu fidoyilar ekranida sizlar bilan yuz ko'rishib turibmiz. Programmani Londondan Kerem Zahir ustoz bilan orqa sahnada bizning Ahmedjon Fidoyi qarindishimiz birlikda sunamiz. Assalomu alaykum ustozlar. Qanday ahvollar, yaxshimi, obdan to'ldimi? Aleyküm selam, Allah'a şükür. Selamun aleyküm, dünyanın yakası yerleri hürmetli qarindoshlar. Hammalarning har vaqt xayrli bo'lsin. O'tganda dinlar haqida bayonning birinchi qismini birlikda sundik. Endi ikkinchi qismida o'tgan hafta biroz vaqtidan mixlanmay qoldik, ma'lum sabablar tufaylidan. Bugun endi shu ikkinchi qismni sizdan anglasak, qani marhamat. Shu o'tganda deganimga o'xshash, hamda shu dinlarga qarab shu Osiyodagi, ya'ni bizning vatan atroflaridagi O'rta Sharq dinlar to'g'riliq biroz to'xtalgan bo'ldik. O'tganda asosan Qur'ondagi Qur'onda zikr qilingan yoki islom deymiz, Qur'onni ko'rsatgan islom to'g'riliq maqsad nima degan vaqtida dinlarniki paydo bo'lish jarayonlari, uniki maqsad muddaolari, uniki tüp asosiy to'g'riliq bir qadar millat tushunsin degan maqsadda qildik. Uniki oxirida bir xulosa sifatida inshaalloh islom dininiki tüp asosi qandaq, u boshqa dinlarga qaragan chog'da farqi qayerdan qayergachilik deganga o'xshash bu masalalarni qisqacha to'xtalamiz. Bugun shu o'tgan nimada hamda hinduzm, buddizm deganga o'xshash shu taoizm degan o'xshash mendaq shu dinlar haqida to'xtalgan bo'ldik. Eron diniga kelib to'xtagandik. Bu qatim hamda ko'k tangri dini bilan shamanizm yoki shaman dini haqida bir to'xtalamiz. Buningda biroz uning prinsiplari yo ideologiyalik qismlari degan o'xshash taraflarda biroz kengroq to'xtalamiz. Uyg'urlarda bundan minglarcha yil burun hamda aniq paloni yildan boshlab bu ko'k tangri dinini qabul qilgan degan bir ma'lumot yo'q. Chunki bizniki tariximiz milodiy 4-asr, 3-asrlardan boshlab asosan yozma shaklda qoldirilgan bo'lg'ashqa, uning oldida yozma shaklda qoldirilgan bir narsa yo'q. Asosan uning oldidagi narsani tasvirlagan bir afsona deymiz, endi afsona hikoyaga o'xshash shunday narsalar qoldirilgan. Shu Uyg'ur Urxun xonligi, Ko'kturk xonliginiki toshga yezib qoldirgan narsalarga asoslangan vaqtda endi bir narsa qoldirilgan ekan, ammo maxsus bir kitob tutib, undaq bir qoldirilgan narsa yo'q. Shuning uchun uni taxminan deyishga bo'ldi, ammo muqim paloni yili kirgan yoki paloni vaqtda madinga yo'tkalgan degan to'g'riliq aniq o'zi ma'lumot berolmasakmi, ammo ajdodlarimiz tarixda birinchi qilib shu ko'k tangri dinini qabul qilganligini, hamda uning oldidan balkim boshqa dinda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo bizning bildiganimiz ko'k tangri dinini qabul qilganlik haqida ma'lumot bor.
Bu Kök Tengri dini deganni eee, shu Dinlar tarixi degan kitobda misol eee, ko'pincha 70-80%, hatto 90% qarashlarda koinotni Tangri degan bir ishonch bilan bo'lganligini bayon qildi. 10-15 yoki 20% atrofidagi qarashlarda ko'kning Tangri degan ma'nog'imi to'g'ri keladi. Mushundaq ya'ni ko'kning Tangriga ishongan qatorida bundaq bir ishonchiga ega bo'lgan degandek ma'lumotmi bor. Agar u ko'kning Tangri degan vaqtida hamda islom diniga o'xshash chiqadi degan gap bo'ldi. Shu vaqtida demoqchi degan vaqtda butun koinotni yaratgan Allohga ishonganlik bo'ldi endi. Endi bu asosan ko'p qismi mutlaq ko'p qismining o'zi ko'k Tangri deb koinot Tangrining o'zi nima degan vaqtida koinot deb o'zi shundaq e'tiqod qilgan deb qaraydi. Eee, Şoň bu qarashda koinotni bir yaratquchi bo'lmagandek qaraydi bu dinda, bu ko'k Tangri dinida. Nima uchun degan vaqtida u koinot azaldan tortib bor deydi. Burun biroz ba'zi bir qonuniyat jihatda chuvalchaq bo'lgan bo'lsa-mu, keyin u ratga tushgan, ratlangan, o'zligini ratlangan deydi hamda. Shuning bilan u hozirgi mushu koinotdagi sistema misolda qonuniyatlarning hammasi shu koinot o'zini ratlab, shunday bir qonuniyat ga kelgan deb qaraydi. U sababdan butun narsalar mushu sistema asosida aylanadi. U koinot o'zining ichidagi narsalarni o'zi yaratadi. O'zini ham o'zi paydo qilgan degandek mundaq o'zi azaldan tortib bor narsa bo'lgandekin deb o'tirib, bu azalidir. Qur'onda huval avvalu val oxiru degan oyatlar bor. Xuddi shunga o'xshash, u ham avval, ya'ni uning oldida hech qanday bir narsa bo'lmagan, u azaldan tortib bo'lgan. U abadiygachilik bo'ladi, hech qanday u yo'qolib ketmaydi degan mundaq o'zi qarashda nima qildi? Shunga ishonishning o'zi nima degan vaqtida Ko'k Tangri diniga ishonish va shuni qabul qilganlik deb hisoblanadi. Koinotdagi barliq narsalar planetlardan tortib butun jonliq qurt qo'ng'izg'ichilik, o'simliklargachilik hamma narsa koinotniki parchalari nima, Tangrining parchalari deb qaraydi bu dinda. Shu narsalarning hammasini biz bir gavda qilib tasavvur qilgan vaqtimizda Tangrini bir butun holatda tasavvur qilganlik deb qaraydi. Ya'ni Tangri tasavvurini, ya'ni Tangrini tasavvur qilgan vaqtida butun koinotni bir gavda holatda tasavvur qilgan vaqtimizda Tangrini tasavvur qilganlik, to'liq bir Tangri tasavvurini o'tirib chiqarganlik hisoblanadi. Nimada Ko'k Tangri nimasida. Endi koinotdagi, ya'ni mana shu hozir butun narsalardagi, masalan, odamning vujudidagi qonuniyatlar deymiz, planetlar, uning orasidagi qonuniyatlar deymiz. Mush qonuniyatlarning hammasi nima degan vaqtida koinotdagi mush qonuniyat ilohiy qonuniyat hisoblanadi. Chunki koinot iloh deb o'zi Tangri deb hisoblangan bo'lg'achqa, uningdagi qonuniyatlarning hammasi nima desa, Tangrining qonuniyati, Tangrining nizomi qatorida hisoblanadi. İnsanlar shu tabiiy qonuniyatga bo'ysungan vaqtida ilohiy qonuniyatga bo'ysungan bo'lib hisoblanadi. Tangrining qonuniyatiga bo'ysunganlik bo'lib hisoblanadi. U qonuniyatga bo'ysunmaganlik uning o'zi Tangrining qonuniyatiga qarshi chiqqanlik yoki bo'ysunmaganlik qatorida hisoblanadi. Hamda insonlar shu vaqtida bu dunyo nima jazolanamdi, yana oxirat degan bormi degan vaqtida bu Tangri nimada, Ko'k Tangri dinida oxirat, jannat, jahannam degan undaq narsa yo'q.
kimki tabiiy yana shu tabiat qonuniga bo'ysunib mangsa, moslashib mangsa, o odamlar tabiatdan o'ziga loyiq holatda foydalana oladi. U shu qonuniyatga bo'ysunganligi uchun u foydalangan, foyda olgan narsalari uniki mukofoti hisobida hisoblanadi. Agar u qonuniyatga bo'ysunmagan vaqtda degan vaqtida u o'zi ziyon tortadi, u ziyon uniki shu naq maydonda yoki shu dunyoda qonuniyatga bo'ysunmaganlikniki jazosi qatorida hisoblanadi. U jazo mukofot oxiratga qoldirilmaydi bu ko'k tangri dinida. Chunki oxirat bo'lmaganligi uchun. Endi bu nimaniki prinsiplari mushundaq endi e'tiqod jihatda buni koinotning hammasini tangri deb e'tiqod qilish, e'tiqod qilgan shunga ishongan odam shu ko'k tangri diniga ishongan kirgan bo'ladi ekan. Nizomlari mush tovandikicha. Endi insonlar orasidagi yoki tabiat dunyosidagi butun koinotniki narsalarniki narsalar haqida degan vaqtda bu ko'k tangri dinida koinotdagi barliq narsalar o'xshash deb qaraydi. Chunki hammasi tangriniki pochillari hisoblanadi. O tangrining pochillari bo'lgan narsalar hech birisi yan birisidan ulug' yoki bo'lmaydi ulug' emas. Birisi aziz, birisi xor deymiz. Endi ashunga o'xshash bundaq bir narsa mavjud emas. Hamma narsa odam bilan planetlar, odam bilan qurt-qo'ng'izlar, dal-daraxtlar, o'simliklar bir-biri bilan hammasi o'xshash o'zi hisoblanadi deb qaraydi. Yani o'xshash bir narsa deb hisoblaydi. Shuning uchun bu yerda butun o'zi koinotdagi narsa hammasi o'xshash bo'lganligi uchun u o'xshash narsalar bir-biriga muomala qilgan vaqtda barobarlik holatda muomala qilish kerak deb qaraydi. Buniki nizomida shundaq. Qurt-qo'ng'izg'imi uning loyig'ida uningga bo'lgan hurmati bilan deyli, shundaq o'zi muomala qilish lozim. Odam, insonlar o'zaro bir-biri bilan muomala qilgan vaqtidami bir-biriga hurmat qilgan asosda muomala qilish lozim degan o'zi nimalari bor. Uningdan keyin zulm, yana o'zi insonlar yoki tabiat dunyosidagi boshqa narsalarga zulm qilish qattiq cheklandi. Adolat targ'ib qilindi. Nima uchun degan vaqtida Tangriniki bir pochisi yana bir pochisiga zulm qilish Tangriniki o'ziga zulm qilganlik deb qaraldi buniki prinsiplarida. Uning uchun adolat nihoyatda qattiq o'zi targ'ib qilindi. Birinchi o'rinda turdi. Shu sababdan misol bir odam uy solmoqchi bo'lib, bir daraxtni bir qancha o'zi kerak bo'lgan daraxtni kesmoqchi bo'lsa, o'ziga yetarli holatdagi daraxtlarni kesish ruxsat qilindi. Undan ko'p kessa, u o'zi tabiatga ziyonkashlik qilganlik bo'lib hisoblanadi. U odam qanchatal daraxt kesgan bo'lsa, shunchatal ko'chat tikish uning o'rniga u odamga vazifa holatda undaq nima qilindi. Chunki u xohlagancha uning o'zini yo'q qilib o'tish tabiat dunyosiga undaq buzg'unchilik qilish hisoblanadi. Shuning uchun u buzg'unchilik qilish Tangriniki o'zi qonuniyatiga qarshi chiqqanlik, buzg'unchilik qilganlik bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun buni bu ko'k tangri dinida jinoyat hisoblaydi. Odatda bir jonliqni masalan bir qo'yni deyli, so'yib yemoqchi bo'lsa, uni yegan vaqtida uni nihoyat shukr aytib, undan keyin o'zi istig'for aytib, shu o'ziniki nimasi qoidasi bo'yicha shundaq o'zi nima duo qildigan shundaq o'zi bir qoidalari bor ekan. Undan keyin uni shu undaq istig'for aytib qilishda Tangriniki bir pochisi bo'lgan narsani o'ltirib o'tgan bo'lg'ashqa,
u yerda o'zini bir jinoyat o'tkazganga o'xshash bundaq hisoblaydigan gap. Undan keyin ikkinchi narsasi, agar seni men yemagan bo'lsam, men o'lib ketgan bo'lardim. Menga hayotlik bergan sen bo'lganliging uchun men o'zi buning qarta nihoyatda ko'p o'zi shukr aytishim kerak degandek shundaq mazmunda ularni o dinlik nemisda bundaq qoidalar bor. Ham buningda ibodat faqatlam o'zi bir halqi maxsus bir ibodat shakli yoki ibodat belgilangan emas. Ibodat nima degan vaqtda faqatla o'zini o'tkazgan xatolikqa qarta istig'for aytish, o'xshash ashundaq narsalar yo'l qo'yilgan ekan endi. Bo'lmasa ibodat qilish yana birisiga bir narsaga cho'qinish o'xshash bundaq bir narsa aslo buningda yo'l qo'yilmagan. Chunki insonmi halqi bu e'tiqodda Tangriga bir parchasi bo'lganligi uchun u bir parchasi bo'lgan inson yana bir parchasi bo'lgan boshqa maxluqlarga ibodat qilsa, u vaqtda Tangri o'ziga ibodat qilganlik bo'ladi degan bundaq bir qarash ekan. Shuning uchun ibodat buningda yo'q ekan endi. Faqatla duo qilib, o'zining gunohini tilashdan boshqa hech qanday ibodat shakli yo'q. Bu Ko'k Tangri dinida barobarlik, adolatdan keyin barobarlik o'zi yana ikkinchi bir asos bo'lganligi uchun, eng muhim nuqtasi bo'lganligi uchun zulm qilish, isrof qilish, o'zi kamsitish bir-birini o'zini. Bu ishlarning o'zi haqorat qilish, bir-birini yomon g'iybatlarni qilish, bo'hton chaplash ishlarning hammasi qattiq cheklandi ekan endi. Chunki Tangriga haqorat qilish, Tangriniki g'iybatni qilish u xato degan bundaq bir ko'z qarash ekan. Shuning uchun bu bundaq qilishga bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Tengsizlik masalan shu boy kambag'al bo'lib qolgan taqdirda bir boy yana bir kambag'alga o'zini cho'ng tutadigan bundaq ishlarni qilish u jinoyat hisoblanadi ekan. Buniki yana bir moddasida tabiatdagi har qanday bir narsani e'tibolash, uni suyish, uni yaxshi ko'rish u belgilangan ekan endi. Mayli qanday bir narsa bo'lsin, o't cho'p bo'lamdi, dal-daraxt bo'lamdi, hayvonot bo'lamdi, har qanday narsaning o'zini yaxshi ko'rish, unga yaxshi muomala qilish, har narsaga mehr muhabbat bilan o'zi muomala qilish bu o'zi bu dinniki muddaolaridan birisi ekan endi. Hamma narsa o Tangrining pochilari deyilgan bo'lg'achqa bu nihoyatda ko'p o'zi ta'kidlandi ekan. Hamda insonlarga kelgan vaqtida, huquq masalasiga kelgan vaqtida, misol erlar va ayollarning huquqi o'xshash hisoblanadi bu dinda. Chunki bir bir ayol bilan to'y qilgan bo'lsa, u ikkilisi o'xshash huquqda o'xshash, undan keyin tug'ilgan bolag'imi o'xshash egdorchilik qilish bularniki prinsipida bekitilgan ekan. Chunki o bola ota bilan onaniki ikkilisining o'rtaq bo'ladi. Undaq bo'lgandan keyin uningga har ikkisining o'xshash haq-huquqlari bor degan bundaq prinsiplar bor ekan endi. Undan keyin misol guvohlikda erlar qandaq o'zi guvohlikqa yarasa, ayollarmi o'xshash guvohlikqa yaraydigan. Merosda misol erlar va ayollar o'xshash meros oldigan. Shunga o'xshash nurg'un ishlarda asosan ayollar o'xshash hisoblanadigan undaq qoida bor ekan. Undan keyin misol davlatning podshoh so'raydi. Hamda podshoh bir yerga ketgan vaqtida
padişahınki endi xonishning o'zi shu padişahning o'rnida davlatni boshqarib turdi ekan. Agar o'zi bir yerdan yana boshqa bir tarafdan dushmanlar kelib qolgan taqdirda ayollar biz ayol deb o'ltirmasdan erlarga o'xshash qulluq qilishni ilib davlatni qo'g'dashga tamoman erlar bilan o'xshash haq-huquqqa ega ekan. Shundaq o'zi nihoyatda ilg'or hamda mana shu vaqtida meniki kallamda nurg'un narsa o'tdi shundan nihoyat ilg'or o'zi shundaq tuzumlar bor ekan bu ko'k tangri dininiki. Agar bu din agar ko'kning tangri degan dinga to'g'ri kelgan taqdirda, ya'ni islomga o'xshash hisoblanadi ekan. Ammo shu qolgan qoida usullarimi nihoyat o'zi shu vaqtida nihoyat ilg'or bo'lgan ekan. Shu Turg'un Almasniki Uyg'urlar degan kitobidami shu nimani bir jinoyatchi jinoyat o'tkazib qolgan bo'lsa, uni undaq uzunga so'zmay nihoyat tez o'zi qaror chiqarib, unga loyiq nihoyat adolat bilan hukm chiqaradigan shunday qoidalar hunlar zamonlarida bo'lgan degan narsalar bor. Demak, Uyg'urlar burun tortiblar ya'ni shunday adolatni, barobarlikni so'ygan, shu bo'yicha ish olib borgan. Masalan, Uyg'ur Urxun xonligining zamonasidami Uyg'urlar odatda ayollar o'xshash degan ma'noni bildirgan bayroqning o'zida bilan ayolniki so'rtova bayroq bo'lgan. Bir yig'in binasi qolsa, qurultoy binasi ochilib qolsa, ayollar shu huquq tutgan ayollar erlar bilan bir safda turib, shu yig'inda ishlarni muzokara qildigan bundaq ishlar bo'lgan ekan shu vaqtlarda. Demak, shunga o'xshash nihoyatda ayollarni butun kuchniki yerimi qatorida hisoblab, ulardan to'liq foydalangan bundaq ishlar bor ekan. Hamda bu ko'k tangri deganning o'zida koinotning o'zini tangri deb hisoblagan bo'lg'achqa, buniki simbol qatorida, misol shu gumbaz bizniki meshitlarimizniki nimasiga solingan gumbazlar o'z vaqtida ustida mana bu qozoqning uyini ko'rganlar bormi oramizda? Chedir. Qozoqniki uyiniki to'psida o'niki mana shu chedirning to'psida Chedir. mandaq arash bir narsa bor. Tunukidimi? Tunukka o'xshash shu mana bizniki masalan hozirgi Qozog'istonniki nemasi bayrog'ida bormiki, yo Qirg'iziston bayrog'ida bormi deyman. Shunaqa bir nima bor. Bu nimani bildirdi desa, hamda shu nimani shu vaqtdagi ko'k tangrichilikdan qolib qolgan bir nimani bir simbolni bildirdi ekan shu gumbazning o'zi. Keyingi vaqtda endi buni ko'k tangri diniga qarata simbol holatda shu ba'zi yerda kunni, ba'zi yerda oyni shundoq o'zi simbol qilib qo'llangan ishlar bo'lgan ekan. Bu hozirgi vaqtda bizniki shu uzun zamondan beri islomni qabul qilgandan keyinmi diniy simbol qatorida shu oyning o'zini meshning ustiga bekitishniki butun sabablarmi ashundan bo'lgan ekan misol. Undan keyin keyingi vaqtda masalan O'tikan deymiz. O'tikan deganda qadimgi bir shahar ekan. Ko'pincha endi turkiy millatlarning ko'pinchilari undaq ko'chman holatda yashasimi, yana nurg'un sohadagi insonlar shundaq muqim bir shaharda yashagan vaqtlar bo'lgan-ki, shu vaqtida uyniki ustunlarni bizga vaqtida shundaq shu neminiki osmonniki rangiga o'xshash shundaq ranglarni berib, shundaq yasagan ishlar bo'lgan ekan endi. Shu 3-4 asrda yasalgan shu nemildagi qizildagi men o'yniki tom rasmlari qarasam, ko'pincha yerda osmonning rangi berilgan shundaq suratlar bor misolda. Uyg'urlar asosan burun tortmush osmonning rangini jiq qo'llanganki.
Andaki hozirgachilik misol meshitniki ustini bo'ygan vaqtidami shu osmonning rangida bo'yab ashaga har xil nimalarni chiqarib qildigan ishlar misol Uyg'urlarda davom qilib kelgan. Demakki nima degan vaqtda shu ko'k tangrichilik dininiki shundaq o'zi yaxshi namunalari tashlanib qolmagan degan gapda, yana davomlashtirib kelgan. Uni boshqa bir simbol qatorida bo'lsinmi. Şoňa bu halky bizniki qarindoshlarning ko'pinchisi islomdan boshqa narsaning hammasida insonni davomli yomon ish qilishga targ'ib qildigan, uni qonun tuzumlari nihoyat eski, shundoq bir narsa degandek mendaq nihoyat uni salbiy undaq ko'z qarashda bo'lgan ishlar mavjud. Ammo u vaqtdagi insonlarmi nihoyat aqlliq, adolatning nima ekanligini, barobarlikning nima ekanligini bilgan. Shu vaqtdan tortib misol shu osmon jismlarga butun o'zi koinotning o'zini iloh deb, tangri deb tushungan bo'lg'achqa, uni tadqiq qildigan, shu uning ustida tafakkur qiladigan, uning hech birsi bekorla, yana behodda koinotning ichida behodda bir narsaning yo'qligini shu vaqtda his qilgan ekan endi. Qur'ondan bor-ku, Rabbana ma xalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar deb ve yetefekkeruna fi xalqis semawati vel arz Rabbana ma xalaqta haza batila degan oyat var. Koinot ustida tafakkur qilib, hech qanday bir narsaning o'zini behuda yaratmabsa deb shukr qiladi degan o'zi o'yindaq nemalar bor. Xuddi shunga o'xshash, bu nemadimi ko'k tangri dinida bu nihoyat buniki prinsiplari nihoyat ilg'or bo'lgan ekan ham shu vaqtida ajdodlarimizni taraqqiy qilib, davlat qurib, hokazo u qilishniki butun sabablar nima degan vaqtida u o'sha e'tiqod, ya'ni diniy e'tiqodni nihoyat yuqori o'rin turdi. Bu insonlar ta'sir qildi, misol ilgarilashga, oxir qilish ta'sir qilgan bir omil. Shuning uchun buning nihoyat cho'ng roli bo'lgan ekan. Bundan keyin ko'k tangri dinida maxsus diniy markaz bo'lmagan. Nima uchun degan vaqtida butun koinot tangri degan ko'z qarash o'g'ashqa onunğa bir yerning o'zini markaz qilgan vaqtida u tangrini bir yerga markazlashtirib qo'ygan bo'ldi degan bir yerga yoki so'lab qo'ygandek bo'lib qoladi deb o'tirib, u diniy markaz aslo bo'lmaganki yoki ibodatxona binasi qilish undaq asosan bo'lmagan. Shuning uchun bu yerda bu ko'k tangri diniga e'tiqod qilgan vaqtida turkiy millatlar o'ziniki milliy kimligi, milliy ruhi qator milliy ruhi jihatda nihoyat ustun o'rinda turgan. Chunki o'ziniki, ya'ni turkiy millatlar o'zining shaxsiy dini, masalan shu vaqtda shu o'tganki qismdim dedik, Buddizm dedik, Hindizm dedik, Taoizm dedik, Shintoizm dedik, shu dinlarning hammasi nima degan vaqtida bir millatniki milliy dini. Endi turkiy millatniki milliy dini nima ekan degan vaqtida ko'k tangri dini ekan endi. Ko'k tangri dini turkiy millatniki milliy dini. U sababdan u din bu millatniki milliy ruhini, milliy kimligini, milliy g'ururini hammani aks ettirib turadigan, qizil siziqni belgilaydigan, shundaq o'z nihoyat yuqori bir nimaga ta'sirga ega ekan. Shuning uchun Uyg'urlar yoki turkiy millatining hammasi o'tkandan nima oladigan, ruhiy ozuq oladigan. O'tkan desa nihoyat ulug' bir yer. O'tkan degan vaqtning o'zida zodi butun hamma narsani ashiya uchun bera oladigan holatda. Mana shundaq o'zi bo'lgankan, shuning uchun vatanimizniki misol shu vaqtda shu vaqtdagi ajdodlarimiz vatanning bir yerlarining o'zini dushman besib olgan vaqtida qandaqli qilsin bir yil, 2 yilning ichida tamoman u dushmanni ashiyani qo'g'lab chiqarib
o'ziniki shu tuproqqa qaytadan ega bo'lgan shunday ishlar nihoyat ko'p ekan. Nima uchun degan vaqtda milliy ruh nihoyat kuchlik, vatanga ega bo'lish mening bu yerda o'zi boshqa odamning yashash huquqi yo'q deydigan bundaq o'zi narsa nihoyat kuchlik. Undan keyin bu ko'k tangri dinida hamma inson o'xshash degan bir ideologiya bo'lg'achqa, uniki mening vatanimni besib olishi, meniki uningdan tuvan bo'lib qolganligini ifodalaydi. Uning uchun men o'xshash bo'lishim kerak uning bilan degan bir qarash bo'lgandan keyin u yerda nima qiladi desa, shu vatanni erib olib, toki hatto vaqt kelsa u vatanni besib olganga to'q qilib u dushmanning o'zinimi shundoq o'zi yashagan ekan shu vaqtda. Shuning uchun shu Uyg'urlar degan kitobda yoki Sharq Turkiston tarixida shu nimaniki Hunlar zamanı, Köktürkler zamanı, Uyghur urug'xonligi zamonlaridagi urushlar qarasa, oz sondagi shu turkiy millatni tarkib topgan shu jangchilar nihoyat ko'p sondagi dushmanlarni qandoq mag'lub qilganligi haqidagi nurg'unlagan o'zi voqealiklar zikr qilindi. Chunki milliy ruh nihoyat kuchli bo'lgan ekan shu vaqtda. Dinning o'zimi boy deganga o'xshash shu vaqtda har bir millat dunyoda hamma millat o'zi qarta maxsus bir din yasab, bir afsonalarning o'zini to'qib turib, ashundan qarta o'z din yasab, o'zining milliy dini, har millatniki bir milliy dini bo'lgan ekan. Xuddi shunga o'xshash, shu boshqa millatlarga o'xshashlar, bizning ajdodlarimizmi o'ziniki milliy dini sifatida bu ko'k tangrichilik dinining o'zining milliy dini qilib belgilagan ekan. U din o'ziniki milliy g'ururi, milliy ruhi, milliy madaniyati, urf-odati, bu narsalarning hammasiga nihoyat kuchli madad berilgan shunday holatdagi bir din bo'lgan ekan shu vaqtda. Buniki hamda e'tiqod jihatdagi hamda Qur'onga asoslangan vaqtida e'tiqod jihatdagi xatoligi nada degan vaqtida ko'k tangrini din deyish nima? Tangri deyish, ya'ni ko'k tangri deymi? Koinotni tangri deyish niki xatoligi shu birli xatolik bor deb qarasak bo'ladi. Qolgan taraf hammasi mehr muhabbat olsun, do'st dushman bo'lsin. Misol, shuning o'zidami do'st dushmanni belgilashdimi? Shu hozir deganga o'xshash uniki vataniga yoki uniki xalqiga tajovuz qilgan tajovuzchining o'zini dushman belgilaydigan qoida bor ekan. Chunki u vataniga yoki xalqiga tajovuz qilish u o'zi oni kamsitganlik yoki ko'zga ilmg'onlik hisoblanadi ekan. Shuning uchun uni ko'zga ildirib qo'yish uchun uning jazosini ravrs obdan berib, ikkinchi o'ziga kirmaydigan qilib, mundaq o'z holatda ayndaq yashagan ekan. Noshikene isilken. Hamda Qur'ondagi prinsipga, Qur'ondagi e'tiqodga o'xshamaydigan yer nima degan vaqtda bayman deganga o'xshash. Agar ko'k tangrining nima koinotniki tangri degan mundaq bo'lgan bo'lsa, u vaqtda Qur'on bilan o'xshash chiqadi. Shu ko'kni, ya'ni koinotning o'zini tangri deb hisoblaganligi uchun uningdagi nizomni nizom, ya'ni insonga berilgan nizom deb bilganligi uchun bu shu ikki soha Qur'onga o'xshamaydigan yeri shu ekan endi. Şoňalyk biz islom dinini qabul qilgandan keyin jangovarligimiz yo'qolib ketdi. Uningdan bir bek jangovarlik deb mana ta'liq qilganlar bor ekan. Aşerge taqşylyga o'xşamda. Ashna taqshir ekan. Ammo shu nimaniki o'tganki programmadami nimaniki İranlıqlarniki dini, Zardush dini haqida az to'xtalib o'tgandik. Shu Zardush diniki oqibati mana shundaki. Hozirgi mush İranlıqlarning ko'pinchisi arablar bizni majbur mush islomni qabul qilgan. Biz ash Zardush diniga e'tiqod qilayotgan vaqtida nihoyat baxt saodatlik, nihoyat shon shavkatlik shunday bir davlatimiz shunday bo'lgan. Nihoyat taraqqiy qilgan shu vaqtdagi imperiyamiz hatto Misrgachilik bo'lgan. Bizni shu millat sifatida ojiz holatga tushirib qo'ygan narsa mush arabning dini degan shu ko'z qarash bor ekan. Bugun shu bir programmaning o'zida shu Ironda hozir Amerika va Eronning orasida urush o'tadi. Shu sohani so'zlagan bir programmani anglab qoldim.
aşınыңda aşı sözlerini kılıvadı misal. Muş Araplar zadi bizniki muşu milli milli dinimizni yo'q qilib etgan degan mundaq nemada Hmm. indaq qaraydi ekan. Hamda bu muşu nimeniki Köktəri dinniki alayidligi uning ichidagi islomga to'g'ri kelmaydigan yerlari mana mana shu yuqorqida ekamdi. Hamda buniki yana bir o'zi islomga o'xshamaydigan tarafi nima degan vaqtida buningda e'tiqod birinchi o'rin turdi ekan. Shu yuqorida so'zlab o'tgan dinlarniki misol buddizm bo'lsin, hinduzm bo'lsin, taoizm bo'lsin, shintoizm bo'lsin, ashuniki hammasida hattoki Ironniki shu Zardush dinidan tortib hammasida e'tiqod asos qilingan ekan. Qur'onga o'xshamaydigan yeri shu. Qur'onniki alohidligi e'tiqod asos qilinmaydi Qur'onda, tuzum asos qilindi. Islomniki asosi tuzum, adolatni asos qilgan bir tuzum. Boshqa dinlar degan vaqtda yani Qur'onga asoslangan islomniki yani. Endi men hozir u an'anaviy islomchi degan vaqtida rivoyatda yangan bu islomning hammasiniki asosi e'tiqodni asos qiladi. Aytganda birisi Qur'on muxlislarida jadalashayotgan gaplimi shu e'tiqod va ibodatning o'zini nima islomning asosi deb tushungan odamlarniki qilayotgan gaplar misol. Aslida islom bir tuzum, iymon, bir e'tiqod. Unda bo'lgandan keyin Qur'onda iymon etish, etmaslik, ya'ni bir narsaga ishonish, ishonmaslik insonning shaxsiy ishi, ibodat qilish, qilmaslik o'zining shaxsiy ishi, islomga bo'ysunish har odamniki majburiyati qatorida bunday hisoblanadi. Chunki islom jamiyat tuzumi bo'lg'ashqa bunida shunday qilindi. Ammo shu hozirgi shu nimadimi? Ko'ktangri dinidimi? Ko'ktangriga ishonish birinchi o'rin turdi ekan endi. Shuning uchun bu yerdagi islomga o'xshamaydigan yeri, ya'ni e'tiqodni asos qilgan bir din, islom tuzumni asos qilgan bir din. Shu ikki tarafi o'xshamaydi endi. Endi shu nima ko'ktangrichilik dini, shu yergachilik endi bu orliqda ba'zan bir sinkallanib kelgan gaplar bormi yo'qmi bilmayman. Bo'lmasa shamanizm o'tib ketamiz. O'tayli. Bizniki ajdodlarimiz keyingi zamonlarda shaman dinini nima qabul qilgan ekan. Shamanizm desak bo'ladi, shaman dini desak bo'ladi ekan. Ahmadjonning qo'shib qo'ygan bo'lsam, Ko'ktangri dinininki bayaqinqi bayanlarni sizlar qaysi manbaga asoslanib turib o'tirib qo'ylar? Bu shu Dillo tarixi degan bir kitob bor. Shu kitobni o'qisa, ashunday ham jiq dinlarni nima qiladi. Ashuni o'qivasi bo'ldi. Men buni shu 2015da uchrab qo'yib ekanman nima. Tamam. Shuni bu bo'ldi. Chunki aşı manbani so'rashi mumkin-ku. Hamda bu hozir shu Turkiya koni bir davlat o'g'ashqa shu Turkiyada nurg'un sohada biz izlaydigan kitobning asosiy qismi hammasi chiqadi ekan Turkiyadan. Balki hozir u Turkiyadan din sohasi chiqqan kitobni asosan tushunadigan ketdi turkchining o'rganib kinolarni ko'rib Onu bak nima bor? Hozir bir rag'bat borchu. O'sha Ko'ktangri turklarninki o'zining asli diniga qarata Facebook'damisiz, YouTube'damisiz bekchiq material bormi shu? Hozir men aytganda bu YouTube'dan bitib qarab boqay deb qilsam, 5-6 xil narsa chiqdi. Shuni birisini ko'rsam, shu turklarning ichida Ko'ktangri diniga kirayotgan yoki shunday insonlar bor hozir. Qaytayotgan. Qaytayotgan. Bizning asl dinimiz ashka debchi. Ashuni qaytayotgan, uning ichidagi bayman deb o'tdim-ku. Huquq sohasida, balki
naitelqi bek elqi nimede emde ilgar saat ilgar İlgar. emde. Baraber nimesi endi kelqi şu vaqtning o'zida mush astronom sohasidami hali nim bo'lgan ekan hamda shu ko'ktanir degandekin koinotni tafakkur qilgan ish emasmi? Ashta bo'lgandekin shu vaqtda shundaq qilqi ash sohada jiq tafakkurlar bo'lgan ekan. Bu mamda shu nimaga rivoyatlarga, afsonalarga qartilgan asosan nim qildi maxsus bir shu sohada yozilib qoldigan bir kitob yo'q endi. U yozilib qoldigani maxsus shu 8 asrlarda yozilgan narsalar bor ekan Uyg'ur urfun xonligida zamonlarida. Tamam. Endi ikkinchisi shu shaman dini shuning o'ziga shuni qabul qilgan ekan Uyg'urlar. Shaman dini asosan bu ko'ktangirchilik dindanmi burun paydo bo'lgan din bo'lishi mumkin deb qaraydi ekan nurg'un sohada. Chunki bu 10 ming yil atrofida bo'lgan bir din deb qaraldi ekan. Endi Uyg'urlar qabul qilishi shu keyingi zamonlarda qabul qilgan ekan. Bu shaman dinining o'zidami asosan shu tabiat dunyosidagi hamma narsa o'xshash deb qaraldi ekan. U halqi bir narsaga zulm qilish bo'lmaydi, jonliqlarni o'tirish bo'lmaydi degan shunday ko'z qarashlar buni nihoyat avjagan ekan. Shu sababdan Uyg'urlar shu shaman dinini qabul qilgan vaqtida o'zining jangovarligini nihoyatda tuvallab ketgan ekan. Chunki jonliqlarni o'tirish bo'lmaydi degandan insonni jonliq deb o'ltirib, uni o'ltirish bo'lmaydi degan bir ko'z qarash ashaga kirib qolgan. Shu sababdan bu undan bu shaman dinida ibodat bor ekan. Ibodatning o'zi maxsus ibodatxona selinmagan ekan. Balkim o'tganga o'xshash shunday markaziy rayonlarda, markaziy shaharlarda ibodatxona selingan bo'lsa-mu, lekin hamma yerda undaq ibodatxona selinmagan. Qayerda ibodat qilsa bo'ladigan shunday bir uqum bir nim bor ekan, tushuncha bor ekan. Ibodat maxsus duo qilishga bo'ladigan. Duo shu ibodat qatoriga kirdi ekan. Ammo islomda namoz ibodat-ku endi. Namoz asosan namozniki tarjimasi duo endi. Bunda maxsus vaqt belgilanmagan ekan yoki manchilik miqdorda nim qilsa, ibodat qilsa, falon vaqtda ibodat qilsa deganga o'xshash bundaq vaqti, uniki qanchalik ibodat qilish nimalari belgilanmagan ekan endi. Bu shaman dinida butun tabiat dunyosidagi narsalarning hammasi iloh deb tunish buningda shu ko'ktangir diniga o'xshab ketadi ekan. Bu tunish bu e'tiqodiy qismi ekan. Ibodat qismi bayqa qo'shash, ibodat shunday shakllangan ekan, nim qilish. Andaki buningda per o'ynaganga o'xshash dapni chelib, o'tning atrofini piqraydigan yoki suvning atrofini piqraydigan yoki yo'g'on bir daraxt bir narsa qolsa, shu daraxtniki atrofi, u daraxt har xil narsalarni esib, qillatga o'xshash narsalarni esib, andaki uning atrofida piqraydigan, shuni tuyg'ir duo qiladigan shunday qoidalar shu vaqtda bo'lgan ekan. Shaman dinida shaman diniki mollalari, ya'ni dinga e'tiqod qilgan shu mollalarniki asos qismi ayollardan tarkib topgan ekan. Ayollar jiq o'zi ayollar shu shaman diniki mollalari bo'lgan ekan. Ular per o'ynaydigan, duoxonlik qiladigan shunday ishlar asosan bo'lgan ekan endi. Bu shaman dinida ibodatxona u yer selinib qolgan bo'lg'achqa, ibodat qilish belgilangan bo'lg'achqa, buning asosan keyingi vaqtlarda ibodatxonalar jiq yerga selinib qolgandan Uyg'urlarniki shaharlashishga biroz turtki bo'lgan ekan. Chunki bir yer ibodatxona selingandan keyin u ko'chib ketsa, u ibodat qilib u yerga kelolmaydi. Shuni ular u yerga yerlashga to'g'ri keladigan gap. Shuni uy soldigan va kaza ishlar, o'sha yerdan jiqaroq uy solish, ya'ni shaharlashishga jiqaroq o'zi nim qilgan ekan, foydasi bo'lgan ekan. Buningdami shu tabiatni suyish, tabiat dunyosi har qanday narsani suyish, uni yaxshi ko'rish, uningga zulm qilmaslik deganga o'xshash shunday prinsiplari bo'lgan ekan. Undan keyin
Şaman dinida barliq narsalarniki o'zi ruhi o'zi bir deb qaraydi ekan endi. Bir odam o'lib ketsa, u odamniki ruhi ashu halqi masalan mening ruhim ashu bir ruhlarniki pochisi qatorida hisoblanadi ekan. Men o'lib ketsam, mening ruhim shu halqi o'rtaq ruhning orasiga qo'shildi ekan misolga. Ashuna o'xshash bundaq qarashlar bor ekan. Ba'zanlar deydi ekan, yangidan tug'ildi deganlar bor ekan. Masalan, men o'lib ketgan vaqtida ma'lum Dalay Lamani o'xshash ularniki Budda nemisi hamda ammo ashunga o'xshash ko'z qarashlar borki buning mazhablarining ichida. Men o'lib ketsam, men o'lib ketgan kunisi tug'ilgan bolaga mening ruhim kirdi degan o'xshash bundaq ko'z qarashmi bor ekan. Yeşillikni yana suyish, shunday ishlar, suvga hurmat qilish, o'xshash bundaq o'tga hurmat qilish, o'xshash bundaq ishlar nihoyat ko'p o'zi uchraydi ekan. Shu sababdan misol bizniki shu hozir to'y qilgan qiz yigitlarimiz to'yni kelgandan keyin kelinning o'zini o'tdan otiltish yoki bo'lmaydi gilamga o'ltirg'izib o'tning ustidan undaq aylantirish va hokazo ishlari shaman dinidan qilib qolgan ekan. Undan keyin misol bunida bir odam o'lib ketsa 3 nazri, 7 nazri, 40 nazri degan nazrlar bo'lgan ekan shu vaqtida. İslamda undaq 7 nazr, 3 nazr, 40 nazr degan bir narsa mavjud emas masalan. Yilni o'rish degan narsa mavjud emas. Hamda bu shaman dinida ashtaq narsalar borki, umi bizniki islom dinini qabul qilgandan keyinmi u davomlashgan ekan. Chunki nima ish qilgan vaqtida bir odam o'lib ketgandan keyin 3 kundan keyin ruh qaytib keladi. 7 kunda yana bir qatim keldi, 40 kunda yana bir qatim keldi, 1 yilda bir qatim keladi degan shundaq o'zi ko'z qarashlar mavjudki, shuning uchun o'zi ruh kelgan vaqtda uyda yag'urtish lozim degandek bir qoidalar shu vaqtda bo'lgan ekan. U hozirgi shu islom dinimizga shu o'z peti ayndaq singib kirgan ekan. Undan keyin buningdagi 7 degan son nihoyatda muqaddas bilindi ekan. Masalan, bir narsani aylanmoqchi bo'lsa, shu 7 qatim aylanish, o'xshash shundaq narsalar bor ekan endi. Hozir u Ka'bani aylanganlarmi 7 qatim aylandi. Ashunga ta'sirim kiraymi endi. Qur'onda 7 qatim aylaning degan bir narsa yo'q. Endi bu shaman dinida shu o'simliklarga nihoyat ahamiyat beradigan ayndaq ishlar ko'p bo'lg'achqa, insonlar o'simliklar ustida ko'p tafakkurlarni qilgan ekan. Shu sababdan Uyg'urlarning ichida milliy tibobat shu vaqtda taraqqiy qilgan ekan. Bu o'simliklar ustida ko'p tafakkur qilgandan keyin insonlar masalan bir odam og'rib qolsa, uniki og'rib qolganlik, uniki kesiliga qandaq narsa shifo bo'ladi. Masalan biz shu tabiat dunyosini keldik, chuqur bizniki og'rib qolgan yerimizga shifo bo'ladigan narsa tabiat dunyosida bor. Shu tabiatda o'sayotgan narsalarning birisida chuqur tepiladi degan mundaq ko'z qarashlar mavjud ekan. Uning uchun u yerda shu o'simliklarni tadqiq qilish, shunday ishlar nihoyat ko'p bo'lib, undan keyin ashundan o'zi bizniki milliy tibobatimiz ashundan nim qilgan ekan. Masalan, shu meningda Uyg'ur tibobat qomusiniki birinchi qismi bor. Ashuning o'zida Uyg'urlarniki shu tibobat sohasidagi ishlari necha ming yilga so'zilganligi haqida nimalar bor ashunda. Demakki, bizning tibobatimizga biroz o'zi shu nimaniki shaman dininiki endi tuhfasi bo'lgan ekan. Ko'ktag'ri diniga e'tiqod qilgan vaqtida Uyg'urlar kunni, oyni yoki yulduzni o'ziniki simvol qilgan bo'lsa, shaman dini vaqtida Uyg'urlar masalan hayvonlarni nim qilgan, asosan bo'rni simbol qilib totem deydi-ki, uning o'zini shunday qilgan nimasi bor ekan endi. Shunga hozirgi vaqtda degan vaqtida turkiy millatlar har ikkilisini masalan Ko'ktag'ri diniki simboli bo'lgan oyni oy bilan
şaman dini zamanısında simbol qilib ishlatgan buyurning o'zini har ikkisini tashlab atmay, besini milliy ruh, milliy simbol buyurni, yana besini o'zini diniy simbol qatorida ishlatib davom qilib ketdi misolda. O'sha nimada Tarimda tepilgan bir halqi shaharniki nimasdimi? Mana shu nimada halqi shuning qarta ishlab chiqargan narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu Mahmud Sulaymonning aytgan bir naqshisi bor. Ashunda halqi darvozniki oldiga undaq halqi undaq jumbuloq bir narsa yasab, atrofi undaq halqi kun nur chechib turganga o'xshash undaq bir simvolni taqab kirgan yerga ashtaq qilib qo'ygan bir shaharniki nimasini ko'rsatgan esimda bor. Demak, shu vaqtda ajdodlarimiz shu kunni, ba'zanlari oyni ayndaq o'zi simbol qilgan diniy halqi diniy nimada ayndaq ishlar bor ekan endi. Buningda bir o'zi nima yeri bu shaman diniki yana bir o'zi alohid tarpi nima degan vaqtda Uyg'urlar shaharlashgandan keyin uningdan keyin yeziqchilik nihoyatda yuksalgan ekan. Chunki uning oldida toshlarga yezib qo'yish bo'lgan bo'lsa-mu, lekin mana shu bo'libmi Uyg'ur urfin xalqi zamonasidan boshlab Uyg'urlar bu yeziqchilikni nihoyat ko'p taraqqiy qilgan, hattoki davlat qonunlarini tuzgan, undan keyin nurg'un shu boj qonunlar deymiz, ilm setim nimalar ham tijorat qonunlari deymiz, har xil qonunlarni yezib, shu vaqtda bir-birini halqi qazoga vaqtida hujjat yezishgan ashundaq narsalari mavjud ekan endi. Demak, Uyg'urlar shu vaqtdan tortib shu hali madaniylashgan ayndaq bir holatda ekan. Ammo shaman diniki shu jangovarlikni, Uyg'urlarniki jangovarligini yo'qotib o'tishdan boshqa, ibodat xumor qilib o'tishdan boshqa bir qism foydalarim bo'lgan ekan endi. Uyg'urlar nihoyat ibodat xumor qilayotgan bir din ekan bu shaman dini halqi. İnsanlar nimadan jangovarligini yo'qotgandan keyin, andan keyin shu halqi kecha kunduz shu ibodat qilib o'ltirgan ashunday holat shakllanib qolgan. U odat islomni qabul qilgandan keyinmi bu halqi Qur'onga asoslanmagan islomni qabul qilgan bo'lg'achqa, bu islomdimi zikr tasbih aytish, namozni jiq o'qish, ro'zani jiq tutish deganga o'xshash shundaq narsalar o'tirib jiq deyilgan bo'lg'achqa, buniga nihoyat ahamiyat berish nihoyat zo'r bo'lgan ekan. Shu islomga shu ta'sir bilan kirgan ekan shu vaqtida. Shunga o'xshash o'zi bir qism nimalar bor ekan endi. Ijobiy salbiy taraflari. Shaman dinda boya deganga o'xshash bir narsani o'ltirishga bo'lmaydi, jonliqlarni o'ltirishga, ya'ni behuda o'ltirishga bo'lmaydi degan bundaq prinsipi bo'lganligi uchun urushda shu jiq qatim urushda o'tirib qo'ygan yoki urush qildigan yerga sulhini tanlab, undan keyingi vaqtida askarlar lahvolashib, shuning bilan o'zi ayndaq jangovarligi shuning bilan tuvallab ketgan ekan. Andan keyin bu nimada shaman dinidagi yana bir nimasi bu shaman dinida shu tabiat dunyosidagi tog' daryo deymiz, daraxt deymiz, har xil masalan narsalarni yaxshi ko'rish degan prinsip bo'lg'achqa, buni yaxshi ko'rganligi sirtida bular shu vaqtida o'ziniki kiyimlariga, oyoq kiyim deymiz, bosh kiyimlarini tortib hammasiga gul ishlaydigan odatda shakllanib ketgan. Hatto konvoy deymiz. Konvoyning o'zimi mana shu zamongachilik yetadi ekan. Misol do'ppi deymiz, do'ppining bodamlari, misol shunga har xil bodam do'ppini nimalar, shunga o'xshash narsalarni ishlash shu vaqtda daldaraxtniki suratlari, uni yo'qinmoqlari suratlariga o'xshash ayndaq narsalarni ishlash. Andan keyin shu uning oldida hayvonotlarniki suratini chizadigan ishlar bek bo'lmaganki, lekin shaman dini kirgan vaqtida bu hayvonotlarniki, odamniki suratini chizish ishlari hali avj olganki. Buniki endi bizga bir qism foydali tarafı deylamdi. Undaq. Bir soat to'shqili 4 minut qoldi.
Bo'ldi. Endi bu yerda mushu selishtirish kelsa, aslida Ko'k Tangri diniga e'tiqod qilayotgan vaqtida Uyg'urlar hamma jihatdan, mayli ruhiy jihatdan bo'lsin, mayli har qanday jihatdan bo'lsin, Uyg'urlar haqiqatan bir milliy ruh, milliy g'urur bilan shundoq yashagan ekan. Mana bu shaman diniga selishtirgan vaqtida. Shaman diniga da endi yeziqchilik har xil sohadagi bir qism ishlar taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, matbuotchilik, masalan, shu vaqtda kitob besib chiqargan, har shundoq kitobxona ochgan, undaq so'zlar va hamda shu nimadan hozir Berlinda 10 ming foizidan ortiq shundoq nimalar bizniki vatanda ekib olgan narsalar bor ekan, misol. Ashuni qaragan vaqtida sohada taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarniki milliy ruh sohasida, milliy kimlik sohasida nimadan Ko'k Tangrichilik diniga e'tiqod qilgan vaqtidan tövallab ketgan ekan, endi susishib ketgan ekan. Endi buni mana bu islomga hozirgi islomga selishtirgan vaqtimiz yo'q deganda, Qur'onsiz islomga hozir bizni xalqimiz e'tiqod qilayotgan hadisqa, rivoyatlarga, uningdagi mushu arabniki madaniyatlarga asoslangan mush islomga selishtirgan vaqtida, bu nimadanmi bu hozirgi mush islom, bu nimadanmi shu shaman din deymiz, Ko'k Tangri din deymiz, mushundan tuvan holatda bizga jiq ziyonlar tekkan ekanda. Chunki Qur'ondan sirtida bo'lg'achqa bu Arabniki urf-odatini, Arabning tuproqlarini muqaddas bildigan, Arabning olimlarini, Arab davlatlarini, Arab yeziqlarini, tilini, hatto hamma narsasini, mevalarni tortib, dal-daraxt, hayvonlargachilik, hatto hayvonlarning suyuklarigachilik hammani muqaddas bildigan holatga nima qilib, o'ziniki muqaddasotlarini tamoman yo'qitib qo'ygan ekan. Shuning uchun o'zining qiblagohi bo'lgan o'tikanni bildigan Uyg'urlarmi hozirgi vaqtda bu yoshlarning ichida o'tikan degan nima desa, u yeydigan nonmi, yo ichadigan suvmi, yoki bir shaharning etimi bildiganlar nihoyat oson egallaydi misolda. Vatanda shundaqda o'z vaqtida o'ziniki ilqi markaz bo'lgan, yana shu muqaddas o'rni, yana hamma millatning bir muqaddas o'rni bor. Arabniki muqaddas o'rni, muqaddas yerlari masalan Makka, Madina bo'lsa, Yahudlarniki Baytul Muqaddas. Bizningmi shu o'tgan bizniki muqaddas yerimiz bo'lgan shu vaqtida. Ashning o'zini tamoman o'zi unutib, o'zining milliy ruhidan, milliy kimligidan tamoman ayrilib qolgan ekan. Shuning uchun bu yerdagi bizniki shu Qur'ondan bayon, burungi Qur'on nazar programmamiz shundaq sohada o'tdi. Ammo Qur'on bayon programmamizda uningdan sal kengroq, uningdan sal chunqurroq to'xtalamiz deb o'ylayman. Uyg'urlarniki haqiqiy islomni qabul qilgan vaqtida, masalan, Qur'onga qaytgan vaqtida o'zining nemasiga ega bo'la oladi. Qanday narsalarga ega bo'la oladi? Misol, shu Qur'onsiz islomni qabul qilgandan keyin Uyg'urlar qanday narsalarni yo'qitib qo'ydi. Mush sohalda nihoyat keng to'xtalamiz inshaalloh. Hozir vaqtniki tushishi munosabati bilan endi Qur'onda zikr qilinmagan desak bo'ldi. Ba'zan butqa cho'qindigan va hokazo nurg'un sohadagi narsalar bor Qur'onda. Asosan tilga ilinib ketmaydi. Bu Qur'ondagi sirtidagi deyli, shu dinlar sohasida biroq shu to'xtalishimiz mushaychilik bo'ldi. Bundan keyingi degan vaqtda Yahudi dini, Xristian dini o'xshash shundaq o'zi Qur'on zikr qilayotgan dinlar haqida islom dini uning ichida undan keyin o'zi Uyg'urlarniki buningga munosabatli yerlari haqida to'xtalamiz. Agar o'zi shu sohada fikr yana ba'zi bir savollarga ega bo'lib qolgan yoki savollar kallasiga paydo bo'lib qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, shu nemimizniki ostiga chiroyliqcha yezib qo'ysa, biz shu sohada vaqtimizni chiqarib bir qancha minut uni javob berishga tirishamiz. Shuning bilan bugungi programmamiz Uyg'urlarniki tarixdagi Ko'k Tangrichilik va shaman dini haqidagi bir qism, ya'ni oz bir qism
ma'lumotlarni berdik. Hem o kitapni hammasini o'qib ko'rsak, yamanbek jiq bir narsalar chiqadi. O qilim bir kitap ekan. Şunu mazmunidan Uyg'urlarniki olgan foyda ziyonlari haqida shunchalik ma'lumot berishga tirishdik. Tam o'zi 1 soat o'tdi hozir. Anlaganlarga ko'p rahmat deymiz. Anglashinglarni umid qilamiz. Allohga emanet. Rahmet. Başqa ketib qo'yadigan gaplar bo'lmasa, unda bo'lsa, qadrli ko'rurmanlar, bugungi dinlar haqida bayonning 2 qismi shu tugadi. Kelar seshanba kuni yana shu soatda yana Fidoyilar ekranida Qur'ondan bayon programmamizda ko'rishimiz. Rahmat sizlarga. Rahmat Ahmetjon. Allohga emanet. Assalomu alaykum.